Bugun sizlarga anchadan beri video qilib yuradigan do'konimni boshqatdan obzor qilib bermoqchiman akalar. Mana bu poliklarni ko'ryapsizlarmi? Zo'r yengilliklarimizga kelgan hozir bitta tushuntirib sizlarga ko'rsatamiz. Qaranglar, Evacor polikki, ko'ki bor, qorasi bor, oranjevisi ham bor. Tushib ketdi. Xullas, mana shunaqa oranjevilari ham bor. Keyin bu yerda hozir gibrid poliklarimiz kelgan. Ko'ryapsizlarmi? 2 qavatli. Bu ham narx-navolari va zo'r qilib qo'yishgan, bemalol. Mana shu do'konga kelaveradi. Bu do'kon bozor bo'yicha eng arzon do'kon deb men u yerim ayta olaman, sababi bu yerda optim akalar hammasini o'ziga ishlab chiqarishadi. Xitoydan ham promoy o'ziga olib kelishadi. Qanaqadir o'tbetdan qo'ldan olishmaydi. Mana bu ko'ryapsizlarmi? Hozir Cobalt, Gentra, Matizlarga BYD fasonni o'ziga ishlab chiqarishyapti promoy. Qoliplari ham va zo'r. Men o'zim ham mashinamga qo'yib qo'yganman. Buni ranglari ham bor. Men ko'ryapsizlarmi? Cobaltga mana bunaqa Cobalt deb yozgan ham bor. Lekin vashi zo'r turar ekan. Bundan tashqari hozir sizlarga mana bunaqa padushkasiz, rangli chiqollar bor. Agar puli sal yaxshiroq yetadigan bo'lsa, mana bunaqa sipaqli ko'jali, o'rtasi to'qima, tellatmaydigan chiqollarimiz bor. Hozirgi mana bunaqa yengilli chiqollar ham chiqarib qo'yishgan. Vidi bor. Vashi doda xo'ja bo'lib turadi. Bunaqani sagak-pagakga aldanib qolmanglar. Bu yerda o'zi narx-navo shunaqa ham arzon, BTS ham bor, Optimga ham bor. Optimga undan ham arzon qilib berishadi. Keyin bu yerda padushkalar bor. Mana bunaqa Xitoy mashinalarga mana bunaqa chiqollarimiz bor. Okalar, manzil Sergeli mashina bozor 3225 kelinglar deb o'zingizlarga yoqqan chiqolni olib ketinglar okalar.